Azan to'linayotganda jim turmay gap qilish gunohmi? Azan anlagan chaqda nima qilish haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam azanni anglaganda ma'zin nima desa shuni danglar degan. Bu hadisga asosan azan anglag'uchi jim turishga emas, ma'zinga ergishib azanni jumla takrorlashga buyurilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zimi ma'zinga ergishib azanni takrorlaydi. Ummu Habiba radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'zin azanni tugitib jim bo'lgan qadar nima desa shuni deydi degan. Lekin ma'zinga ergishib takrorlashning hukmi nima degan masalada qarashlar o'xshash emas. Hanafi mazhab boshchiligidagi bir qism olimlar azan anglag'uchi azanni ma'zinga ergishib takrorlashi vojib. Hadisda shuningga buyurgan. Bu yerda hadisdagi buyruqni mustahablikka opiradigan biror qarini bo'lmag'achqa vojiblikni ifodalaydi deb qaragan. Uning ustiga ma'zinga ergishib demagan kishi parvo qilmaganda, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lganda ko'rinadigan bo'lg'achqa ayibnishi jihatdan vojiblik tarafi kuchlanadi. Bu qarash ba'zi Maliki olimlarning zohiriy mazhabining shundaqla ba'zi salaflarning qarashidir. Bu qarashga asosan azan anglayotganda Qur'on o'qiyotgan kishi o'qishni, so'zlayotgan kishi so'zini, salom bermoqchi bo'lgan yoki qaytarmoqchi bo'lgan kishi salomini to'xtatishi, shundaqla azanni takrorlashga to'salg'i bo'ladigan har qanday mashg'uliyatdan saqlanishi va azanni takrorlashi kerak bo'ladi. Hanafi mazhabidagi Imom Tahoviy boshchiligidagi bir qism olimlar bilan boshqa mazhabdagi ko'pchilik olimlar mazkur hadisdagi buyruq vojiblikni emas, mustahablikni bildiradi deb qaragan va azanni anglagan kishi azanni takrorlashga biror to'salg'i bo'lmasa-la, mayli tahoratlik bo'lsin yoki tahoratsiz bo'lsin, ma'zinga ergishib azanni takrorlashi mustahab degan. Ko'pchilik olimlar mazkur buyruqni vojiblikdan mustahablikka yetkazishga o'xshamagan qarinlarni ko'z tutib baqqan. Masalan, azanning o'zining hukmi sunnat yoki farz kifoya. Ya'ni azan to'lashning vojibligida ijmo yo'q. Uni takrorlashma uning hukmiga tabe bo'lg'achqa, anglag'uchining azanni takrorlashi vojib bo'lib ketmaydi. Bular ko'rsatgan qarinlardan yana bir bo'lsa, Imom Malikning Sa'labadan qilgan buni rivoyatidir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan chaqlarda kishilar juma kuni Umar radhiyallohu anhu jumaga chiqquncha namoz o'qiydi. Umar radhiyallohu anhu munbarga chiqib o'ltirganida ma'zinlar azan to'lishadi. Biz o'ltirib o'zaro paranglashdik. Ma'zinlar jim bo'lgandan keyin Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib xutba so'zlashga boshlaganda jim o'ltirib quloq solib tingshaydik. Hech birimiz gap so'z qilmaydi. Demak, sahobalarning azan o'qilayotganda paranglashib o'ltirishi yuqoridagi buyruqning vojibligini emas, mustahabligini bildirganligiga qarini bo'ladi deb qaralgan. Bu nuqtani xulosalasak, azanni ma'zinga ergishib takrorlash vojib bilan sunnat yoki mustahab o'tirib qolg'ashqa, azanni takrorlashga to'salg'i bo'ladigan zarur ishi bo'lmagan kishi azanni takrorligini tuzuk. Azanni takrorlash zikr doirasidagi amal bo'lg'ashqa, mayli tahoratlik bo'lsin, mayli junub bo'lsin, mayli hayzdor bo'lsin, azanni anglagan har kim azanni takrorlaydi. Yo'l yurayotgan yoki biror ish qilayotgan kishi mengishini va ishini to'xtatishi kerak emas. Yo'lini mang'ash, ishini qilg'ash azanni takrorlasa bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.